Agar ular bunga ko'nmasa, siz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir men so'rab turachi. Videoyingizni to'xtatib o'chiring, mendan beri ruxsat olyapsiz. Kulibdi mana. Siz ulardan videoni to'xtatishni va o'chirishni talab qilganingizda, ular nima deb javob berishdi? Kulibdi mana. Kulishlarining biror sababi bormi? Erman qilib tishkilaymi? Ular sizni ermak qilishayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz ularga o'zingizning haqliligingizni tushuntirishingiz va agar ular buni bartaraf etmasa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishingiz kerak. Hozir menga o'rgatsan, hozir nima deb dersiga qattiq gapiraymi, yumshoq gapiraymi, nima dey o'zi? Qanaqa qilib gapirsam bo'ladi? Meni videoga olma deymanmi, nima deyman? Vaziyatga qarab gapirish kerak. Agar ular sizni ochiqdan-ochiq Hop, qara, hozir vaziyat qaysi tomonda turibdi? Qayerga qara, vaziyat qani o'zi? Vaziyat hozircha sizning tarafingizda. Qani, orqamda yo'qmi, hech qayerda yo'qmi vaziyat? To'g'ri, hozircha vaziyat ko'rinmayapti. Lekin agar ular sizni hozircha syomka qilishmayotgan bo'lsa, bu vaqtdan foydalanib, ularga vaziyatni tushuntirishingiz kerak. Ularga meni ruxsatsiz syomka qilishga haqqingiz yo'q. Iltimos, videoni to'xtating va o'chiring deb ayting. Qanday gaplashishni o'rgatishim kerakmi? Ha, o'rgat. O'zing aytib qo'y. Hozir men nutqim pastroq gapira olmayman. Sen o'zing aytasanmi? Men ularga qulog'iga tutaman deb. Albatta, tushunarli. Telefoningizni ularga qaratib, men gapirganda ovozimni qo'yib yuboring. Tayyormisiz? Tayyorman. Unda gapirdim. Diqqat qiling. Hurmatli odamlar, siz meni ruxsatsiz syomka qilyapsiz. Bu mening huquqlarimni buzadi. Iltimos, videoni to'xtating va o'chirib yuboring. To'xtatmayman, yo'qol. Jinni. Ular sizga baqirishdimi? Yo'q, senga baqiribdi u. Seni so'kibdi. Men bag'da turdim, telefonga baqirishdi senga. Shundaymi? Mayli, hech qisi yo'q. Asosiysi, siz ularga haqligingizni aytdingiz. Endi ular qanday qilishyapti? Qo'yichi, men bag'rayib qarab turib, telefonim bilan video